Salom barchaga o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan ko'zimni lazerni korreksiya qildirganim haqida to'liqroq, batafsilroq gaplashamiz. Ko'zimni lazerni korreksiya qildirganim haqidagi video Instagramda juda ham ko'p ko'rildi va shuning uchun ham men batafsilroq ma'lumotni o'zimning YouTube sahifamda bermoqchiman. Agar sizga video foydali bo'lsa, videoga like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang, ham Instagramda, ham YouTube'da. Bugun men sizlarga operatsiyadan oldingi, operatsiyadan keyingi va operatsiya kuni nimalar bo'lganini to'liqroq, batafsilroq aytib bermoqchiman. Men qishda qildirmoqchi edim o'zi, chunki ko'pchilik tanishlarimdan eshitganman. Operatsiya qishda qilinadi, yozda qilinmaydi, chunki yozda issiq bo'ladi deb aytishgandi. Lekin aslida bu narsa noto'g'ri ekan. Doktorlardan so'rasam ham, ular aytishdiki, qishda ham, yozda ham, kuzda ham, bahorda ham farqi yo'q. Qachon bo'lsa ham qilaveramiz operatsiya dedi. To'g'ri rostdan ham agar logishni o'ylaydigan bo'lsak, Saudiya, Hindiston, Indoneziya, Malayziya va yana ko'plab qish bo'lmaydigan davlatlarda odamlar nima qiladi? Lazerni korreksiya qildiradi, ularda ham bor shunaqa operatsiya. Demak, yoz, qish, kuz degan narsa yo'q. Qachon bo'lsa ham ko'zni lazerni korreksiya qildirsa bo'ladi. Albatta sizlar ham bu gapni eshitgansizlar, faqat qishda qilishadi, yozda qilishmaydi degan gapni. Mana bu gapga javobni topdinglar deb o'ylayman videoyimda. Boya aytganimdek, ko'zimni lazerni korreksiyasini men qishda qildirmoqchi edim va yanvar oyida Ziyobaxsh klinikasiga oyim bilan bordim. Chunki Ziyobaxshda meni ko'plab tanishlarim qildirgan, почти 4-5 ta odam, yaqin tanishlarim o'sha yerda qildirib shifo topgan. Men ham o'sha yerga borishga qaror qildim. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak, men Ziyobaxsh klinikasini yomonlab, boshqa klinikani yaxshilash niyatim yo'q. Prosta men o'zimni boshimdan o'tgan tajribani sizlar bilan bo'lishyapman. Demak, Ziyobaxsh klinikasiga borganimda doktor menga aytdiki, ko'zingizni zrenasi o'sayotgan bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz, chunki siz oldingi qog'ozlaringizni olib kelmagansiz dedi. Va shu joyda aytib o'tishim kerak, o'rtoqlar, agar ko'zingizda lazerni korreksiya qildirmoqchi bo'lsangiz, albatta oldin sizni tekshirgan doktorlar bergan qog'ozlarni albatta olib boring. Bu juda ham muhim. Chunki doktor sizni oldingi qog'ozlaringizga qarab, hozirgilari bilan tekshirib, sizga qanaqa lazerni korreksiya tushadi, qachon qilsa bo'ladi, shular haqida batafsil ma'lumot beradi. Men olib bormaganim tufayli ham doktor aytdi, 3 oy kutasiz dedi. Sizga dori yozib beraman, o'shani tomizib yurasiz, 3 oydan keyin kelasiz dedi. Men xo'p dedim va oyim bilan o'zimizda viloyatga qaytib ketdik. Va 3 oydan keyin kelishim kerak edi. Afsuski men kela olmadim. Ishlarim chiqib ketdi. Ishlaganim uchun ham men bora olmadim va 5 oydan keyin may oyida bordim. Mana qog'ozi ham bor Ziyobaxshni, ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda klinikani yomonlash niyatim yo'q. Ziyobaxsh klinikasiga bordim, o'sha doktorga ko'rindim. Doktor ko'zimni tekshirtirdi va ko'zingizni minusi o'sibdi yana dedi. -8 ga chiqib ketgan dedi. Vashi shokka tushdim. Albatta qo'rqdim, xafa ham bo'ldim. Nimaga minus o'syapti deb. Va doktor menga aytdiki, yana 3 oy kutasiz dedi. Qachon ko'zingizni minus to'xtaganda o'shanda operatsiya qilamiz dedi. Shu bilan 3 oydan keyin avgustda kelasiz dedi. Men so'radim, nima uchun kutish kerak? Operatsiya qildirsa bo'lmaydimi desam, ko'zingizni minus o'sayotgan bo'lsa, ertaga operatsiyadan keyin ideal natija chiqmaydi va minusingiz yana qaytadi dedi. Birato'la minusni olib tashlash kerak. 25 yoshda minus to'xtaydi dedi. Lekin aslida 25 yoshda to'xtamas ekan. Har bir odamning ko'zi, tanasi individual. Shuning uchun ham ko'zni minus o'sishi bu har bir inson o'zini sog'lig'iga, tanasiga, turmush tarziga bog'liq ekan. Ya'ni ko'zni zreniyasi ma'lum bir yoshda to'xtaydi degan tushuncha yo'q ekan. Ba'zilarda 30 yoshda, ba'zilarda 28 yoshda, ba'zilarda 25 yoshda. Aniq bir yosh yo'q. Va mana shu joyda doktor menimcha adashdi. Doktor menga yana dori yozib berdi va 3 oydan keyin kelasiz dedi. Va bo'lgan voqealarning hammasini oyimga aytib berdim. Oyim esa aytdilar, bitta doktorga yopishib olma, boshqa doktorga ham ko'rin, balkim u boshqacha tashxis qo'yar. Bir ko'rin, har xil doktorlarga borib ko'r, klinikalarga dedi. Va men o'tirib klinika qidirdim. Toshkentda shunaqangi klinika ko'p va shunaqangi ko'p klinikalar lazerni korreksiya qiladi va jinni bo'lib qolay dedim. Qayerga borishni bilmay qoldim. Rosa ham asabiylashdim. Ko'zimga minus o'sayotgandi. Bundan tashqari klinikalar ham ko'p. Qayerga boraman, nima qilaman, qaysi tanishimdan so'ray deb rosa ham ikkilandim. Va may oyida meni bir hamkasbim ko'zini lazerni korreksiya qildirgandi va o'shandan so'radim, qayerda, kimda qildirganini va ma'lumotlar topdim. Hamkasbim Namanganlikida va ko'zini lazerni korreksiyasini Namanganda qildiribdi. Vrach o'zi asli Toshkentdan ekan, lekin har oyda bir marta Namanganga borib lazerni korreksiya qilar ekan. Va yaxshi natijani qo'lga kiritgandi hamkasbim. Shuning uchun ham men o'sha doktorni Toshkentdagi klinikasini topib o'sha yerga bordim. O'sha doktor ko'zimni yaxshilab tekshirdi va aytdiki, ko'zingizda lazerni korreksiya qilsa bo'ladi, lekin sizga oddiy lasik operatsiyasi to'g'ri kelmaydi dedi. Ya'ni oddiy lazerni korreksiya sizga to'g'ri kelmaydi, chunki sizni minusingiz rosa ham katta. Boshida aytib o'tish esimdan chiqibdi. Menda yuqori miyopiya va astigmatizm bor edi. Va doktor aytdiki, sizda minusingiz yuqori bo'lgani uchun ham sizga femtolasik operatsiyasi yoki ekstrofemtolasik operatsiyasi to'g'ri keladi deb menga hamma narsani detalni tushuntirdi. Va minusim unaqa 8 emasligini ham aytdi. Doktor tekshirdi va minus 725 va 650 chiqdi minusim. 8 chiqmadi. Demak, bu Ziyobaxshni qilgan ikkinchi xatosi bo'ldi. Ikkinchi borgan klinikamdagi doktor menga rosa ham yoqdi.
u yerdagi doktor oddiy lastik operatsiyasi bilan femtolastik operatsiyasini farqini jaydari tilda tushuntirib berdi va men sizlarga hozir aytib bermoqchiman. Oddiy lastik operatsiyasi ko'zni shoh pardasini, kornea qismini qalinroq kesadi dedi. Menda o'zi minus katta bo'lgani uchun yupqa kesadigani kerak ekan va bu femtolastik operatsiyasida bo'lar ekan. Ya'ni femtolastik operatsiyasida o'sha ko'zni kornea qismini, shoh pardasini bilmayman, o'shani yupqa qilib kesar ekan. Lazer kesadi bu yerda hech qanaqa pichoq nimadir kesmaydi, lazer kesadi dedi. Ekstra femtolastik esa bu o'sha kesgan joyini yaxshilab tikadi dedi. Ya'ni yaxshilab qotiradi va shunda sizga minus qaytib kelmaydi deb tushuntirdi. Va narxini ham aytdi, 17 million qildirsangiz bo'ladi, shu operatsiya sizga to'g'ri keladi dedi. Va shu joyida menga doktor aytdi, 25 yoshgacha minus o'sadi degan narsa yo'q. Har bir insonni tanasi individual, ko'zi ham individual. Hamma insonni misol minusi har xil yoshda to'xtashi mumkin. Hozir qildirib yuborsangiz ham bo'ladi yoki kutib qachon to'xtaganida undan keyin qildirsangiz ham bo'ladi dedi. Ya'ni siz hozir qildirsangiz ham vaqtdan yutasiz, agar kutsangiz ham birato'la qilib tashlaysiz dedi. Umuman farqi yo'q dedi. Balkim doktor pul olish uchun ham shunaqa deyotgandir deb o'yladim va 3-joyga borishga qaror qildim. Qani ko'raychi, 3-joy nima derkan? Birinchi doktorning gapini aytadimi yoki ikkinchi doktorning gapini aytadimi deb 3-joyga borishga qaror qildim. 3-klinikani qanaqa topdim desanglar, qo'shnimiz bor edi. Qo'shnimiz lazerni korreksiyani 3 yil avval qildirgandi va u qayerda, qanchaga va kimga qildirganini aytdi. Va shunday qilib men Saif Optima klinikasiga bordim. Lekin qo'shnimiz Nazokat opa degan vrachga qildirgan ekan ko'zini. Lekin afsuski Nazokat opa 4-iyungacha band ekanlar. Shuning uchun ham menga boshqa doktorni tavsiya qilishdi. Saodat opani va Saodat opaga yozildim. Avval ko'zimni yaxshilab tekshirishdi ular ham. Va eng qizig'i ko'zimni zreniyasi -8 chiqmadi. -725 va 650 chiqdi. Ya'ni ikkinchi klinikada tekshirtirganimni xuddi o'sha natijasi chiqdi. Ko'zimni yaxshilab tekshirtirganimdan keyin doktor aytdiki, meni ko'zimga femtolastik operatsiyasi tushar ekan. Oddiy lastik operatsiyasi, smile, gavhar qo'ydirish yoki boshqa operatsiya turlari umuman to'g'ri kelmas ekan. Xuddi ikkinchi doktor aytgan gapni bu yerda ham, 3-klinikada ham doktor tushuntirib berdi, aytdi. Saodat opa menga hamma narsani detalni tushuntirib berdi. Operatsiyadan oldin, keyin nimalar bo'ladi, hammasini tushuntirdilar. O'sha men so'ragan savollardan biri bu operatsiyada ko'r bo'lib qolmaymanmi deb so'radim. Bu qiziq tuyulishi mumkin, lekin rosa ham xavotir olgandim. Chunki bu ko'z bilan o'ynashib bo'lmaydi va doktor aytdiki, lazerni korreksiya hech qachon odamni ko'r qilib qo'ymaydi dedi. Va ikkinchi so'ragan savolim, minusim yana qaytib keladimi deb so'radim. Minus qaytib kelishi mumkin, maksimum -2 gacha ham qaytib kelishi mumkin. Lekin bu narsa har bir insonda individual, hammada har xil bo'ladi. Agar ko'zingizni avaylab yursangiz, minus qaytmaydi dedi. Ya'ni oddiy odam ham agar ko'zini tinimsiz zo'riqtirsa, unda minus o'sadi dedi. Ya'ni oddiy inson ham kompyuterga, telefonga doimiy ravishda qarab o'tirsa, reels ko'rib o'tirsa, uni ham minus o'sadi deb tushuntirdi. Shuning uchun ham doimiy ravishda siz telefon ko'rsangiz, 25 minut ko'rib, 5 minut dam olib, ko'zga dam berish kerak deb maslahat berdi. Shunday qilib o'zimdan barcha savollarimni doktorga berdim. Oddiy lastik bilan femtolastikning farqi nima desam ham, xuddi ikkinchi doktor aytgan gapni Saodat opa tushuntirib berdilar. Eng qizig'i shu, Saodat opa juda ham hamma narsani detalni tushuntirib berdilar va operatsiya qilamanmi yo'qmi shuni ham so'radilar va men operatsiya qildirishga qaror qildim va 2-iyunni belgiladik. Operatsiya kuniga Saif Optimada har seshanba kuni operatsiya qilishar ekan va operatsiyadan oldin siz ba'zi bir tekshiruvlardan o'tishingiz kerak ekan. Ular o'sha EKG, yurakni tekshirtirish va qon analizlariga ham qarar ekan. Agar sizda gepatit, sahr bo'lsa, operatsiya qilishmas ekan. Shuning uchun ham men 1,80 million to'lab o'sha qon tahlillariga topshirdim, EKGga topshirdim va hammasidan o'tdim. Natijalarim yaxshi chiqdi. Va yana shu joyda bir narsani aytib o'tishim kerak. Ko'zni konsultatsiyasi 150 ming va bundan tashqari har juma kuni Saif Optimada skidka bo'ladi ekan. Men juma kuni borib apparatlarga tushdim. 1 millionlik apparatlarga tushdim. Ular 50% skidkada 500 mingga tushdi menga. Sizlarga ham agar bormoqchi bo'lsanglar, o'sha juma kuni borib, ko'zingizni apparatlarga tushirsangiz bo'ladi va teng yarmida to'lov qilasiz. Operatsiya kuni keldi. Operatsiyaga oyim bilan va singlim bilan bordim. Albatta, operatsiyaga borganingizda yoningizda sherigingiz bo'lishi kerak. Sizga qaraydigan, sizga g'amxo'rlik qiladigan. Albatta, oyingiz yo opangiz yo kimdiringiz bilan, yaqin insoningiz bilan boring. Operatsiya kuniga biz bordik va operatsiyam 12 da bo'lishi kerak edi. Va operatsiyaga kirib ketdim. Operatsiyaga kirganimdan keyin u yerda men bilan 13 kishi kirdi va hammasida yuqori minus bor edi, ya'ni yuqori miopiya bor edi. Lekin hammada har xil tashxis edi. Va hammamizni bitta xonaga qo'ydi. Albatta, ayollar alohida va erkaklar alohida. Ayollarni bitta xonaga qo'ydi. U yerda televizor va yana yeyish uchun shokoladlar, kofe, choylar bor edi. U yerda dam olib, televizor ko'rib o'tirsak bo'lardi, to o'zimizning navbatimiz kelguncha. Ya'ni hammani navbat-navbat qilishdi.
Va eng qizig'i meni eng oxirida qilishdi, bilmayman nimaga. Balki menda juda ham katta qo'rquv, o'sha stress, depressiyami, bilmayman qanaqadir narsa bor edi-da. Rosa ham qo'rqayotgandim, yuragim o'ta tez urayotgandi. Baribir bu operatsiya, men hech qachon operatsiya bo'lmaganman va bu meni birinchi operatsiyam edi. Shuning uchun ham juda ham katta qo'rquv bor edi. Bizga operatsiyadan oldin bizga kiyim berishdi. Tepamizga futbolka va pastimizga ishton berishdi, shalvar va yuzimizni yaxshilab penkada yuvishimizni aytishdi. Boshimizga ham ko'k qatloqcha kiyib oldik. Keyin operatsiya xonasiga kirib ketdim. Operatsiyaga kirishimdan oldin aytgancha ko'zimga tomchi tomizdi va operatsiya xonasiga kirdim. U yerda 5-6 ta vrach bor edi taxminan va 2 ta apparat bor edi, lazerli apparat va birinchi apparatga yotdim. To'g'rog'i birinchi stulga yotdim. Yotasiz. Yotganingizdan keyin o'sha o'zi stul yuradi, yurg'izdiradi. Siz bunday turib, o'tirib unaqa qilishingiz shart emas. Yotganimdan keyin birinchi apparatga o'zlari olib borishdi. Birinchi apparatda o'sha ko'zimni qizil chiroq bor edi, o'sha chiroqqa qarab turasiz dedi va o'sha apparatni ko'zimga qattiq bosishdi. Apparatni lazerni qattiq bosishdi va ko'zimni oldi qorong'ulashib ketdi. O'sha holatda rosa ham og'ridi, to'g'risini aytaman. Og'rishiga sabab bu menda katta qo'rquv bor edi bir. Ikkinchisi, bu qornim juda ham och qolgan edi. Meni eng oxirida qilgani uchun ham soat 5 larda qildi meni ko'zimni operatsiyasini. O'ta och qolgan edim. O'zimni rosa ham holsiz his qildim. Shu sababli ham men og'riqni qanaqadir his qildim. Lekin bu og'riq juda ham tez o'tib ketdi. Tez bo'ldi. O'sha ko'zingiz qorong'ulashib ketadi va birdan u apparatni olgandan keyin ikkinchisini ham qilishadi. Ikkinchisini ham xuddi shunaqa qilishdi va aytgancha ko'zingizni qanaqa qilib ochadi deb savol berishgan ko'pchilik. Ko'zga simcha qo'yishadi. U simchada ko'zingizni o'zi katta ochiladi ko'zingiz va keyin lazerli apparatni ko'zingizga qilishadi. O'sha lazerli apparatda ikkinchisiga ham qilishdi va shu narsani sezib turdim hammasini. Ko'zingizga to'g'ri narkoz beradi, faqatgina u mahalliy narkoz. Butun tanangizga bermaydi. Lekin shunday bo'lsa ham siz hamma narsani o'zingiz sezib turasiz. Keyin bo'lgan narsalar bu o'sha ko'zni yupqa qilib menimcha kesdi u lazer. Kesgandan keyin uni qobig'i bunday ag'darildi. Keyin ichlarini nimadir qildi, suv bilan yuvdimi, tomchilar qo'ydimi, nimadirlar qildi doktorlar. Hamma narsani sezib turdim, lekin rosa ham xira ko'rasiz. Chunki ko'zingizda bo'lyapti operatsiya. Va keyin shuni ustini yopib qo'ydi. Keyin ikkinchi apparatga o'tkazdi. Ikkinchi apparatga o'tganimda u apparat umuman og'rimadi. U apparatda faqatgina hid chiqadi. Qanaqadir o'sha soch kuygandaqa tishni tozalaydi-ku, ana dentistlar o'shanaqa hid chiqadi. U yerda yashil va qizil adashmasam nur bor edi. O'shanga qarab turasiz, lekin ko'zingizni umuman pirpiratmaysiz dedi. Ko'zingiz umuman pirpiramasin. Faqat qarab turing dedi. O'shanga qarab turdim va ko'zingizni o'sha nimadir qiladi u, lekin umuman og'rimaydi. Lekin boya aytgandek hid chiqadi faqat. Ikkala ko'zimda ham juda ham tez bo'ldi bu narsa. Birinchi lazerli apparatda ham bir 3 minutga ham bormadi, ikkinchisi ham bir 3 minutga bormadi, bilmayman, 12 minut ichida men operatsiya xonasidan chiqdim. O'sha operatsiya xonasidan chiqsam, o'sha hamshiralar menga yordam berishdi. Kiyimlarimni olib, narsalarimni olib pastga tushishga va bitta narsa, operatsiyadan o'sha turishingiz bilan hamma narsa tumanli ko'rinadi, lekin tumanli bo'lsa ham tiniq ko'rasiz. Tumanli ko'rinadi-da, lekin hamma narsani ko'rasiz. Ochkida ko'rganda, lekin tumanli. Keyin 1-2 soat ichida u tuman tarqab ketadi-da, ko'zingiz tiniq ko'rishni boshlaydi. Unaqa his-tuyg'uni siz qanday qilib tushuntirsam ekan, o'sha operatsiya bo'lgandan keyin his qila olasiz-da. Siz ham o'zingizni ko'zlaringiz bilan dunyoni ko'rasiz. Shunday qilib operatsiya xonasidan chiqdim va pastga tushdim. Doktorlar o'zi yozib bergan dorilar bor edi, tomchilar. O'sha tomchilarni tomizishni aytishdi va ertalab kelasiz, ko'zingizni holatini tekshiramiz deyishdi. Shuning uchun ham biz Toshkentda qolishga qaror qildik va klinikani orqasida o'zini gostitsasi bor ekan va klinikadan borsangiz, sizga klinika vaucher berar ekan. O'sha vaucherni olib borsangiz, gostitsa sizga skidka qilib beradi. Ya'ni 450 minglik 2 kishilik xonani biz 350 mingga oldik va o'sha yerda bir kun qoldik. Va ko'zim tiniq ko'rishni boshladi. Lekin o'sha kunini o'zida sizga tavsiya qilaman, qora ochko oling. Qora ochkini taqib biz gostitsaga bordik. Gostitsada bir kun yotib qoldik, tomchilarni tomizdik o'z vaqtida va ertasiga ertalab biz doktorga bordik. Doktor hamma narsasini tekshirdi, ko'zimni tekshirdi holatini va albatta o'sha minusimni ham tekshirdi va 90% natija bilan chiqdim. Menga o'zi 80% natija bilan chiqadi deb prognoz qo'yishgandi, lekin 90% natija bilan chiqdim. Doktorning o'zi ham xursand bo'lib ketdi. Albatta o'sha operatsiyada qatnashgan barcha hamshiralar ham xursand bo'lishdi. Shunday qilib, ko'zimni tekshirishgandan keyin bizga o'sha nimalar qilishimiz mumkin, nimalar qilish mumkin emas, o'sha qog'ozlarni berishdi. Tomchilarni necha soatda tomizishimiz kerakligini ham hammasini qog'ozga chiqartirib bizga topshirishdi. Qanaqa dorilar ichishim kerakligini ham hammasini berishdi. Bularni videoni oxirida aytib beraman. Operatsiyadan keyin 1 oydan keyin kelasiz dedi. Shunday qilib biz uyimizga qaytib ketdik va doktor aytgan hamma narsalarga amal qilishga harakat qildik.
Operatsiyadan keyin 3 martagacha siz klinikada tekin tekshiruvdan o'tsangiz bo'ladi. Bu majburiy. Har oyda 1 marta borish kerak operatsiyadan keyin va doimiy ravishda o'sha ko'zingizni avaylab tekshirtirib turishingiz kerak. Shu o'rinda sizlarga operatsiyadan oldin va operatsiyadan keyin nimalar qilish kerak, shular haqida batafsil ma'lumot beraman. Chunki boya men faqat voqealar ketma-ketligini aytdim. Endi esa men sizlarga nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak, shular haqida aytaman. Operatsiyadan oldin o'zi doktoringiz sizga dorilar yozib beradi va operatsiya kunigacha siz o'sha dorilarni qilishingiz kerak. Dorilarni ichish kerak bo'lsa ichish kerak, tomizadigan bo'lsa tomizish kerak. Menga yozib berilgan dorilar bu drop terapevtik dorisi. Drop terapevtik dorisini men to operatsiya kunimgacha 3 mahaldan tomizdim kuniga. Keyin omega 3, omega 3 ni 1 oylik olishingiz kerak va uni to operatsiyadan keyingacha kuniga 1 mahal ichib, operatsiyadan keyin ham ichib yurish kerak. Keyingisi Tabradex dorisi. Tabradex bu faqat operatsiya kunidan 1 kun oldin tomiziladigan tomchi. 2 mahal tomizdim uni. Keyingisi o'zlari berdi bu dorini, ketotifen degan dori. U dorini operatsiya kunidan 1 kun oldin, uyqudan oldin ichib yotish kerak edi. O'shani ichib keyin uxladim va operatsiyaga bordim. Va operatsiyadan oldin sizlarga o'zi nimalar olib kelishingizni aytadi. Hamma klinikada har xil. Bizga endi kiyim bergani uchun kiyim olib bormadik, lekin qora ochki olib borishingiz kerak va o'zingiz bilan soch quchib olishingiz kerak har ehtimolga qarshi. Bundan tashqari operatsiyangizdan oldin albatta dush qabul qilib, yuvinib, sochingizni yuvib oling, chunki operatsiyadan keyin 10 kungacha sochni yuvish, dush qabul qilish mumkin emas. Keyingi narsa bu operatsiyadan 2 kun oldindan boshlab atir, dezodorant, makiyaj qilish mumkin emas va bundan tashqari linza taqish ham mumkin emas. Mashk taqsangiz bo'ladi, lekin linza umuman mumkin emas. Va operatsiya kuni ham iltimos atirsiz, dezodorantsiz, makiyajsiz keling. Operatsiyadan keyin o'zi ko'zingiz anchagina yoshlanadi, achishtiradi, og'riydi, lekin siz qo'lingiz bilan ko'zingizga teginishingiz mumkin emas. Bu narsani umuman qilmang. Operatsiyadan keyin o'zi ko'zingiz bitish jarayonida bo'ladi. Qo'lingiz bilan teginsangiz, uni siljitib yuborasiz. Shuning uchun ham umuman qo'lingiz bilan ko'zingizga teginmang. Qichishsa ham chidab o'tirishingiz kerak. Achishtirsa ham chidab o'tirishingiz kerak. Ko'zingiz bilan mana bunaqa qilib ish qilish umuman mumkin emas. Operatsiyadan keyin 3 kun davomida siz ertalab uy ichida, tashqarisida, kechasi va uxlayotganingizda ham qora ochkini taqib uxlashingiz kerak. 3 kun davomida qora ochkini taqib uxlab, undan keyin 3 kundan keyin faqatgina o'sha ko'chaga, yorug'ga chiqqaningizda, quyoshga chiqqaningizda ochkini taqib yursangiz bo'ladi, uy ichida yechib qo'ysangiz ham bo'ladi. Va yana bir narsa, o'sha 10 kun davomida yuvinish va soch yuvish mumkin emas, yuzingizni ham yuvish mumkin emas, ko'zga suv kirishi mumkin emas. Flashing salfetka yoki nam lattada yuzingizni atroflarini artib chiqsangiz bo'ladi, lekin ko'zingizga tegib ketmasin. Shu joyga ehtiyot bo'ling, xo'p? Og'ir narsalar ko'tarish. Umuman og'ir narsalar ko'tarib bo'lmaydi. Ikkinchisi, bu egilish. Biror narsa tushib ketsa, odam egilib oladi-ku, xuddi shunaqa egilish mumkin emas. Keyingi narsa bu issiqqa yaqinlashish, ya'ni gazga, pechga, tandirga, olovga, hech qanaqa issiq narsalarga yaqinlashish mumkin emas. Chunki sizni ko'zingiz bitish jarayonida bo'ladi. Issiqqa yaqinlashsangiz, ko'zingizga zararli bo'ladi, ehtiyot bo'ling. Spirtli ichimliklar iste'mol qilish. Agar siz spirtli ichimliklar ichsangiz, o'sha sigaret cheksangiz, o'sha narsalaringizni, yomon odatlaringizni tashlab turishingiz kerak. Keyingisi bu sport bilan shug'ullanish. Og'ir sport turlari bilan shug'ullanish, masalan, gantel ko'tarish, har xil og'ir mashqlar qilish umuman mumkin emas. Tanaga, ko'zga nagruzka tushirish mumkin emas. Faqatgina yursangiz bo'ladi. Agar zerikib ketsangiz, yursangiz bo'ladi. 5000 qadam, 6000 qadam qilib, uy ichida, hovlida yursangiz bo'ladi. Makiyaj qilish mumkin emas. O'zi doktoringiz aytadi, necha kungacha, necha oygacha makiyaj qilish mumkin emasligini. Buni albatta doktor bilan maslahatlashing va ko'z atrofiga, yuzga uxodniy kremlar surtish mumkin emas. Ayniqsa ko'z atrofiga surtiladigan kremlardan ehtiyot bo'lish kerak. Tinimsiz telefon ko'rish, planshet, kompyuter ishlatish mumkin emas. Operatsiyadan keyin mana shularga qat'iy amal qilishingiz kerak. Ayniqsa telefon ko'rishga, to'g'ri, ba'zida men ham telefon ko'rib qo'ydim, ozgina qarab qo'ydim, lekin tinimsiz ravishda reels ko'rib o'tirish umuman mumkin emas. Zerikishni oldini olish uchun kitob o'qisangiz bo'ladi. 1-2 soat davomida kitob o'qisangiz bo'ladi, lekin 3-4 soat davomida kitob o'qish mumkin emas. Endi men sizlarga operatsiyadan keyin meni o'zim nimalar qilganim haqida aytib beraman. Birinchi navbatda men doktor aytgan dorilarni, tomchilarni o'z vaqtida ichdim. Tomchilarni o'z vaqtida tomizdim. Menda 2 ta tomchi bor edi. Tabradex va Drop Therapeutic degan dori. Tabradex bu oddiy oq tomchi, Drop Therapeutic esa qiziqarli, rosa ham sariq tomchi. Ko'zingiz sarg'ayib qoladi. Ikkala tomchini ham o'zini vaqtlari, kunlari bor edi. Doktor yozib bergan, o'sha bo'yicha tomizdirdim. Общий 12 kun davomida tomchilarni tomizdirdim va 12 kundan keyin umuman tomchilar tomizdirmadim. Faqatgina Drop terapevtik dorini ko'zim achishganda, charchaganda bir tomizib turdim. Keyingi men ichgan dorilar. Omega 3 dorisini operatsiyamdan oldin olgandim va operatsiya kunimgacha ichib yurdim. Operatsiyadan keyin ham u doridan hali ancha bor edi va 20 kunlik, adashmasam 20 kunlik atrofida dori bor edi. 20 kun davomida o'sha omega 3 ni ichib yurdim. Va o'zim doimiy ravishda ichadigan vitamin D va yodamarinni ham ichdim.
Ovqatlanishga keladigan bo'lsak, hech qanaqa cheklovlar yo'q. Xohlagan narsangizni yesangiz bo'ladi, lekin men sizlarga o'zim amal qilgan bir nechta foydali maslahatlarni bermoqchiman. Birinchisi bu sabzili sok. Oyim menga operatsiyamdan keyin har kuni sabzili sok tayyorlab berdi. Sabzini ko'z uchun foydasi juda ham katta, lekin sabzini o'zingizni yesangiz oshqozonga botishi mumkin. Shuning uchun ham sabzili sok qilib ichsangiz, anchagina tezroq tanangizga yetib boradi va oshqozoningizni ham og'ritmaydi. Sabzili sokni men hozirgacha ham ichaman, har kuni ertalabga nonushtaga. Ikkinchi narsa bu brokoli va iceberg karami. Sabzavotlarda vitaminlar juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa brokolida ko'z uchun foydali bo'lgan vitaminlar bor. Shuning uchun ham har kuni ertalab nonushtaga oyim brokolini tuxum bilan qo'rib, yoniga iceberg karami, bodring, pomidorlar bilan qilib berdi va har kuni shuni iste'mol qildim. To'g'ri, bu taomdan zerikishingiz mumkin, shuning uchun ham orada boshqa narsalar ham iste'mol qilsangiz bo'ladi. Men sizlarga boshimdan o'tkazgan barcha narsalarni aytdim. Agar biror nima qolib ketgan bo'lsa, men sizlarga yana video qilib aytib beraman. Agar savollaring bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar, men albatta sizlarga javob beraman. Va bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bir oydan keyin ko'zimni qayta tekshiruvga borganimda ko'zim 100% natija bilan ko'ryapti ekan. Ya'ni o'sha ko'z tekshiradigan jadval bor-ku, katta kichkina harflardan iborat. O'shani eng oxirigacha ham ko'ryapman ekan. Alhamdulillah, bu juda ham zo'r natija va shuning uchun ham Sayf Optima klinikasi va Saudotobaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Agar sizda ham yuqori miyopiya va astigmatizm bo'lsa, Allohdan sizga shifo tilab qolaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lishni unutmang. Xayr!